Assalomu alaykum do'stlar, biz Makkadamiz. Hozir sharoit shunaqaki, bu nimani gостиницада ko'rsatyapman, mehmonxonada. Mana ertalab borib, nima olib keldik mana. Zamzam suv Makkada bemalol. Mana shunday krandan olasiz, ichaverasiz. Olib kelaverasiz. Mana qilib uyga olib ketdik. 1-2 kundan keyin ketamiz. Xudo xolasa uyga ham tayyorlab nima qilyapmiz. Endi men unaqa juda bloger ekanimni yaqinda bildim. Doim mashqlar qo'yib yurardim. Yaqinda bildim, men qilayotgan ishimni blogerlik der ekan. Nima ma'nosini ham bilmayman. Men asosan mana og'ir ahvolda bronxit, anaqa gipertoniklarni zallarda mashq o'rgatdim. Nafas mashqlari, tana mashqlari o'rgatib, 2-2,5 soat kuniga 10 kundan nima qilaman. Onlaynlarda odamlar Taganrogdan bittasi olyapti, Moskvalik olyapti, Ostonadan, Xo'jaand shunaqa onlayn davolayman. Hech qanaqa dori foyda bermagan joyda bu nafas mashqlari, albatta yoga mashqlari, o'nlagan mashqlar o'rganib undan qaytaradi albatta. Lekin men hozir sizlarga suv haqida gapirmoqchiman. Bu yerda suv bemalol dedim-ku. Mana olib keldik. Buni birdaniga ko'p odam shu yoqni o'zidan oppoq mana nimalardan qo'yib qo'yadi. Stakanlar qo'yib qo'ygan shu yerni o'zida ichib, qancha odam tomog'i og'riydi. Hozir 20 gradus berdi, salqin, 20 gradus bu yer uchun qish. Shuning uchun men uyga olib kelganman. Mana bunda isitdim. Endi mana sovuq suvdan ozgina aralashtirib, mayda yutum bilan ichaman. Men ertalab ham ichganman. Ertalab eng yaxshi vaqt 4 dan 6 gacha bo'lgan vaqt. Undan keyin ovqat yegandan kamida 2 soat, 3 soat o'tsin. U paytda bu suv juda ham defitsit bu. Bizda har tomchi qadrlanadi-ku. Bu yerda unaqa emas. Shuning uchun tanaga singadigan, yaxshi singadigan paytlarda ichish kerak. Bu yaxshi singadigan payt ertalab 4 dan 6 gacha, peshinga yaqin, asr vaqtida, shom, keyin kechasi. Bu unaqa meni qancha kun nima bilan ichyapmiz? Bugun ham 700-800 gram kamida ichganman ertalab. Bunaqa oddiy suvga o'xshab ko'z siydirmaydi. Bu ko'proq aqlga, qalbga ketadigan quvvat beradi bu suv. Bu suvning tarkibida mana ximik mikroelementlar bizning tanamizga juda ham yaqin bo'lgani uchun juda qonga, to'qimalarga singib qoladi. Men shunaqa deganda eshitmagan, uncha tushunmagan edim, hozir o'zim ichganim uchun bilyapmanki, uyda oddiy suv ichib har kun mashq qilaman qoringa. U paytda bir 20-25 minutdan keyin hojatxonaga chiqardim. Mana bugun ertalab ichib hozir borib suv olib keldim. Mana unaqa chiqish желанияsi yo'q. Suv ichgan paytda bu zamzam suvini ichasizmi yoki uyda suv ichasizmi? Yoshingiz kattaroq bo'lsa yoki mana umraga yoki hajga keladigan bo'lsangiz, o'zingizni tayyorlang. Bu yerga tayyorlanmasdan kelib bo'lmaydi. Bo'ladi, qiynalasizda qancha odamlar 2-3 kundan keyin o'sha ko'chaga chiqmasdan nima qilib qiynalib yuribdi. Suv ichingda manaqa mashqlar qiling. Sekin qilsangiz butun tanangiz sezadigan bo'ladi. Qoringa qanaqa mana. Shunchaki oddiy mana. Oldinga yuqori nafas chiqargan paytda. Keyin mana chekkaga mana. Nafas chiqargan payt. Bu tomonga buni qilmagancha men tushunmaysiz. Ko'p bizning odamlar bunaqa hech narsa ishonmaydi, faqat ximik dorilarga ishonadi. Dori bilasizku, qisqa paytga nima qiladi, yana tanaga cho'kadi u. Hamma doriga tana qarshi kurashadi, chunki innorodniy telo u. Keyin bu tomon meni. Keyin ikkala tomon meni. Keyin mana qanday qiling, vanna mana, sovuq mana. Oddiy suv ichgan paytda ertalab. Kuniga o'ziga 1 soat tanasini xarajat qilishga 1 soat vaqt ajratmagan odam bu tanani uzoq vaqt sog'lom ushlay olmaydi. Keyin sekin alantirdim. Bu yoqqa bu ham yoganing mashqi, nouli deydi buni. Keyin mana xuddi shuni mana tikka turgan oldidan turingda sekin.
Bunaqa nima egilimda nafas olib chiqaringdagi qorni ichga tortib buni u bandha deydi, u diyana bandha deydi-da bu. Endi zallarda bitta tushuntiramanki bunaqa emas. Bo'lmasa bizga birinchi tushunmagan odam birinchidan bizga kurslar kelmaydi. Nafas chiqarib, qorni tortdimdagi mana ikkala qo'lda bir xil turibdi. Chap qo'limni ko'taraman, shu paytda bu yoq bo'shashadi. Muskulni bu yoqqa yuboraman, nafas to'xtatib turib. Chidagan ushlab turamanda, sekin bo'shatib turamanda, yana sekin nafas olaman. Qorinni nafas chiqarib, qorinni ichkariga tortaman, u diyana bandha deydi. Bandha degani bu quvvatni bir joyda to'xtatib turadigan-da, zajim. Keyin qorinni ichga tortgan holda chap qo'lni bo'shatdi, yana bu yoqqa yubordim. Bu tomondan muskullar baquvvat bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib mana bu yoqqa men turdimmi? Endi bu unaqa qattiq chiqmaydi albatta bu yerda. Bunaqa nima qilamiz? Nafas oldim, chiqarayotgan paytda qorinni ichkariga tortaman maksimum. Shunda qorinda organlar u yoqqa bu yoqqa siljiydi. Keyin ikkala qo'lda bir xil og'irlik turibdi-ku, o'ng qo'l mana ko'taraman. Shu paytda bu yoqqa tarang turibdi. Shu paytda nafas chiqarib, tortamanda bu yoqqa yubораman bu tomonga. O'ng tomonga. Nafasni qancha to'xtata olsam shu to'xtatib turamanda, keyin sekin bo'shash nima qilaman. Keyin ikkalasi mana bu уже bitta chapga ketdik, bitta o'ngga ketdik, endi ikkala tomon nafas oldim. Chiqardim. Qorni ichga tortdim. U diyana bandha. Keyin qorni yoqqa bu yoqqa yuboraman. Her bir organni sezadigan bo'lasiz. Men sezaman. Har bir muskulni sezadigan bo'lasiz. İçingiz qotib qolsa, mana shuni suv ichasiz, shu mashqlarni bajarasiz. Yumshoq, hech qanaqa dorisiz. Buni hamma vaqt isbotlaysiz. Realni mashq qilyapsiz-ku. Shuning uchun ham men sizlarga nima deyman? Bu umri haj bilan hazillashmang. Ba'zi birovlar o'sha yerda kasal bo'lishini, dunyodan o'tishni orzu qiladiganlarim bor. Shu yerga kelib. Endi bilmadim u qanchalik darajada nima. Umuman boshqacha emas, mana diniy tomondan unchalik unaqa shuni o'rganmayman. Lekin meditsina tomonidan men sizlarga shuni aytamanki, ertalab suv ichib, shu qorin mashqlarini nima qilsangiz, kelgan paytda ichangiz ham o'z vaqtida bo'shaydi. Har xil manaqa, har xil ovqatlar bor-ku, begona joy, begona ovqat yaxshi singadi, tashqariga ham o'z vaqtida chiqib ketadi. Mana shu arzmagan tuyulgan mashqlarni sizlarga bajarib yuringlar. Men omon bo'linglar.